mavzuyimiz matrisaning rangini hisoblash. Bilamizki, bizga masalan A matrisa berilgan bo'lsin. Mana bu matrisaning satrlari, bular esa matrisaning ustunlari hisoblanadi. Bu matrisamiz n-ta satrdan va n-ta ustundan iborat bo'lgan matrisa. Endi uning rangi degan vaqtida biz elementar almashtirishlar bajargan vaqtimizda noldan farqli bo'lib qolgan satrlar sonini tushunishimiz kerak. Ya'ni, masalan, odatda diagonal bo'yicha diagonaldan pastda qolgan elementlarni nolga aylantirish orqali matrisaning rangi hisoblanadi. Buni hozir yana ham tushunarliroq bo'lishi uchun misol tariqasida ko'rib chiqamiz. Masalan, bizga A matrisa berilgan bo'lsin. Shu yer 1 bo'lsin, mayli. Mana bu 4 matrisaning rangini topishimiz kerak. Endi diagonalni belgilab olamiz va mana shu joyini nolga aylantirishimiz kerak. Uning uchun mana bu avval birinchi satr bilan har bir satrni ishlab chiqamiz. Ya'ni, mana bu birinchi satr bilan buni qandaydir songa ko'paytirib qo'shgan paytimizda bu joy nolga aylanishi kerak. Yana qandaydir songa ko'paytirib qo'shganimizga bunisi, yana bunisi. Ya'ni birinchi ustun elementlarni birinchi satrdan boshqalarni nolga aylantiramiz. Buning uchun buni -1 ga ko'paytiramiz va ikkinchi satr bilan qo'shamiz. Birinchi satr elementlari esa o'zgarmasdan o'zi yoziladi. Buni qo'shgan vaqtimizda -1 +1 buni nolga aylanadi. -1 +2 bu yer esa 1 bo'ladi. -2 +1 bu yer -1 bo'ladi. -3 + 1imiz -2 ga teng bo'ladi. Endi xuddi shunday qilib mana bu elementni ham nolga aylantirishimiz kerak. Uning uchun buni -2 ga ko'paytiramiz va bunga qo'shamiz. -2 ga ko'paytirsak, -2 + 2 nolga aylanadi. -2 -1 -3 bo'ladi. -2 ga ko'paytirsak -4 + 0, ya'ni -4 bo'ladi. -2 ga ko'paytirsak -6 + 1 -5 bo'ladi. Endi xuddi shunday qilib 4-satr birinchi ustun elementini ham nolga aylantirishimiz kerak. Bu uchun ikkisini qo'shiversak kifoya, chunki -1 + 1 o'zi qo'shganimizda nolga aylanadi. 1 + 0 bu 1 bo'ladi. 2 + 1imiz esa yana 3 bo'ladi. 3 + 1imiz 4 ga aylanadi. Mana biz bu joyni nolga aylantirdik. Endi mana bunday qilishimiz uchun biz mana bu qismini va bu qismini nolga aylantirishimiz kerak. Endi birinchi satr bilan ishlamaymiz, bu bilan ishlash jarayonimiz tugadi. Endi ikkinchi satr bilan ishlaymiz. Ikkinchi satr bilan ishlagan vaqtimizda ikkinchi satr keyingi mana bunday to'lqinsimon chiziqdan keyingi matrisada o'zgartirmasdan o'zi yozilishi kerak. Hozir jarayonni davom qildiramiz. Birinchi satr elementlarimiz o'zgarmasdan o'zi yoziladi. Ikkinchi satr elementlarimiz ham o'zgarmasdan o'zi yoziladi. Endi uchinchi satr elementlarimiz keladigan bo'lsak, bu joyni biz nolga aylantirishimiz kerak. Uning uchun mana bu bilan buni ishlaymiz. Ya'ni -3 bunga 3 ni qo'shsak 0 bo'ladi. Shuning uchun buni 3 ga ko'paytirishimiz kerak. 3 ga bu satrni ko'paytiramiz. Bu yer o'zi 0 bo'ladi. Endi 3 ni 1 ga ko'paytirib, 3 ni -3 ni qo'shsak, bu 0 ga aylanadi. Keyingisi -1 ni 3 ga ko'paytirsak -3, unga -4 ni qo'shsak -7 ga teng bo'ladi. Keyingimiz -2 ni 3 ga ko'paytirsak -6, unga -5 ni qo'shsak -11 ga teng bo'ladi. Endi 4-satr bilan ishlaydigan bo'lsak, mana bu elementimiz 1 ga teng, bu ham 1 ga teng. Ya'ni mana bu ikkinchi satr elementini -1 ga ko'paytiramiz va bu 4-satr bilan qo'shamiz. -1 ga ko'paytirgan vaqtimizda -1 +
nolga aylanadi. Nol edi, bu joy nolga aylandi. Minus 1 ga ko'paytirsak, minus 1 dan plus 1 bo'ladi va 3 ga qo'shsak, bu yeri 4 ga aylanadi. Keyingimiz minus 2 ni minus 1 ga ko'paytirsak, plus 2, unga 4 ga qo'shsak esa 6 ga aylanadi. Mana endi biz diagonalni yana chizib qarasak, bu joyni nolga aylantirishimiz kerak. Bu 4, bu minus 7. Endi buni nolga aylantirish uchun esa mana bu minus 7 o'zaro bo'lgani uchun buni 4 ga, buni esa 7 ga ko'paytirib, ikkita satrni bir-biriga qo'shamiz. Mana buni 4 ga ko'paytiramiz, buni 7 ga ko'paytiramiz. Ya'ni 3-satrni 4 ga, 4-satrni esa 7 ga ko'paytiramiz. Bu birinchi va ikkinchi satr, uchinchi satr ham o'zgartirmasdan o'zini yozishimiz kerak. 1 1 2 mayli chiroyli yozaylik. 1 1 2 3 0 1 minus 1 minus 2. Uchinchi satr ham o'zgarmasdan o'zi yozilishi kerak. Endi mana asosiy joyga keldik. 4 ga ko'paytirsak minus 28, buni 7 ga ko'paytirsak plus 28 va ikkisini qo'shsak u ham nolga aylanadi. Endi minus 11 ni 4 ga ko'paytiradigan bo'lsak, minus 44, 6 ni 7 ga ko'paytiradigan bo'lsak 42. Minus 44 plus 42 miz esa minus 2 ga teng. Mana endi qaraydigan bo'lsak, agarda buni rangini masalan 3 bo'lishi ham mumkin edi, agar birorta satr faqat 0 dan iborat bo'lganda. Bizda faqat 0 dan elementlari faqat 0 dan iborat bo'lgan satr mavjud emas. Demak, 0 bo'lmaganlarni sanaydigan bo'lsak, 1 2 3 4. Ya'ni 4 ta satrda ham 0 dan farqli kamida bitta element bor. Demak, A matrisaning rangi rang A kabi belgilanadi va u 4 ga teng ekan. Xuddi shu tartibda ikkinchi tartibli, uchinchi tartibli, 4-chi, 5-chi, 6-chi tartibli matrisalarning rangi ham hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.